Assalomu alaykum qadrli Momoni hikoyalari kanali tinglovchilari. Men o'sha kecha bir narsani tushundim. Eng katta xavf ba'zan yoningda jilmayib turgan odamda bo'lar ekan. To'y oqshomi edi. Zal yorug', musiqa mayin, odamlar ko'p, hamma kulib turardi. Lekin men ichimda g'alati bir sovuqni sezardim. Go'yo bu tantananing tagida nimadir yashirinib yotgandek edi. Men bunga e'tibor bermaslikka harakat qildim. Axir bu mening hayotimdagi eng baxtli kun bo'lishi kerak edi. Men oppoq kelinlik libosida edim. Yonimda esa Javlon. Kelishgan, muloyim, hammaga ehtiyotkor ko'rinadigan erim. U menga qarab jilmayganida men o'zimni himoyalangandek his qilardim. U har doim sokin gapirardi. Har doim muloyim edi. Va eng muhimi, u menga ishonch uyg'otardi. Bugundan boshlab sen xavfsizsan, dedi u qo'limni sekin siqib, endi seni hech kim xafa qila olmaydi. Men jilmaydim. Chunki o'sha paytda men unga ishongandim. Biz to'y tugagach shahar tashqarisidagi katta hovliga yo'l olishimiz kerak edi. Javlon oldindan tayyorlab qo'ygan uyni bizning sokin maskanimiz deb atardi. Shovqinsiz joy kerak, derdi u. Faqat bizga tegishli joy. Men buni romantik deb o'yladim. Hatto hayajonlandim ham. Kech soat 11larga yaqin yo'lga chiqdik. Mashina shahar chiroqlarini ortda qoldirib, qorong'u chekkaga kirib bordi. Oynadan tashqariga qaradim. Yo'l bo'yida birorta ham odam yo'q edi. Faqat shamolda egilgan daraxtlar, uzoqdagi xira chiroqlar va juda chuqur qorong'ilik. Javlon rulda xotirjam o'tirardi. Charchamadingmi? So'radi u. Yo'q, dedim men. Aslida charchagan edim. Lekin ichimdagi bezoftalik menga tinchlik bermasdi. Go'yo men biror noto'g'ri narsaga yaqinlashayotgan edim. Nihoyat mashina temir darvoza oldida to'xtadi. Darvoza baland edi. Uy undan ham kattaroq ko'rindi. Qalin devorlar, eski uslubdagi derazalar, katta hovli. Hammasi juda qimmat va juda sovuq ko'rinar edi. Qo'shib yuborilgan go'zallik emas, balki jimjitlik bilan yashiringan xavfdek edi. Javlon tushib darvozani ochdi. Mana bizning yangi uyimiz, dedi u. Ichkariga kir, azizam. Men mashinadan tushdim. Shamol yuzimga urildi. Havo nam edi. Yomg'ir hidi kelardi. Hovliga kirarkanman, oyoq ostida mayda toshlar g'ijirladi. Atrof jim edi. Juda jim. Bu jimlik menga yoqmasdi. Ichkariga kirganimizda uy ichi kutilganidan ham sovuqroq chiqdi. Devorlarda yengil namlik izi bor edi. Eski yog'och hidi sezilardi. Go'yo bu uy uzoq vaqt odam ovozini eshitmagan edi. Ikkinchi qavatga chiqdim. Oldimda ochiq eshik turardi. Yotoqxona katta edi. O'rtada nafis karavot. Devorda qora pardalar. Burchakda qadimiy shkaf. Yon tomonda kichik stol. Hammasi did bilan tanlangandek. Lekin shu bilan birga begona va sovuq ko'rinardi. Men bir lahza to'xtab qoldim. Keyin chuqur nafas oldim. Bu endi mening uyim deb o'zimni tinchlantirdim. Libosim og'ir edi. Uni yechib stul ustiga tashladim. Ustimda yengil oq ipak kiyim qoldi. Oynaga qaradim. Charchoq ko'zimdan bilinib turardi. Lekin ichimda hali ham mayda bir quvonch bor edi. Javlon nima qilyapti ekan? 10 daqiqa o'tdi. Keyin yana 5 daqiqa. Sukunat kuchayib bordi. Men o'zimni yolg'iz his qila boshladim. Shu payt ichimda bolalarcha sho'xlik uyg'ondi. Kelganida uni qo'rqitaman deb o'yladim. Shkafga yashirinamanmi? Yoki parda ortidami? Yo'q. Karavot osti yaxshi. U albatta meni qidiradi. Men xonani ko'zdan kechirdim. Karavot baland, osti qorong'i va bo'sh ko'rinar edi. Tepada qadam tovushiga o'xshash ovoz eshitildi. Kimdir yaqinlashayotgan edi. Yuragim tez ura boshladi. Men darrov egildim va karavot ostiga kirib oldim. Chang hidi dimog'imga urildi. Nafasimni ichimga yutdim. Choyshabning cheti yerga tushib turardi. Men shundan tashqariga qarab yotdim. Qadam tovushlari yaqinlashdi. Eshik ochildi. Men kulgimni zo'rg'a bosdim.
Hozir Javlon kiradi. Meni chaqiradi. Keyin men uni qo'rqitaman. Lekin xonaga kirgan oyoqlarga ko'zim tushgach, yuragim bir zum to'xtab qolgandek bo'ldi. Bu Javlonning poyabzali emas edi. Men ko'rgan etiklar qora, og'ir va loyga botgan edi. Ular kelin kuyov kiyadigan poyabzalga o'xshamasdi. Ularning tagidan mayda suv tomchilari tushib turardi. Xuddi hozirgina yomg'ir ostidan kirib kelgandek. Ko'kragimga muzdek qo'rquv urildi. Bu kim? Notanish odam xonaning o'rtasida to'xtadi. U jim turardi. So'ng telefon jiringladi. U sekin telefonini oldi. "Ha, eshitaman", dedi u qo'pol, xirillagan ovozda. Men qimirlamadim ham. Nafasimni ushlab yotdim. Telefonning narigi tomonidagi ovoz eshitilmasdi. Faqat bu odamning javoblari bor edi. "Yo'q, qiz bu yerda yo'q, hozirgina shu yerda bo'lgan. Hali uzoqqa ketmagan bo'lish kerak." Men tushunmay qoldim. Bu yerda boshqa bir odam bor edi. Javlon emas. Va u meni qidirayotgan edi. "Xavotir olma", dedi u past ovozda. "U qochib ketolmaydi." Mening yuragim muzlab ketdi. U xonani ko'zdan kechirayotgandek asta yurdi. Keyin karavot tomonga yaqinlashdi. Men o'zimni ko'rsatmaslik uchun labimni tishlab oldim. Telefon yana jiringladi. U qisqa tingladi va og'ir nafas oldi. "Javlon ishni yaxshi bajardi", dedi u. "Nikoh hujjatlari ham, mol-mulkni o'tkazish qog'ozlari ham ertalab imzolangan." Men birdan hammasini his qildim. Nikoh hujjatlari, mol-mulk. Nima degani bu? Mening qo'lim muzlab ketdi. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Lekin uni artishga ham jur'at qilmadim. "Ha", davom etdi u. "Endi faqat oxirgi qism qoldi." Mening tanam qotib qoldi. U shpritsga o'xshash mayda metall buyumni ushlab turardi. Men uni aniq ko'rdim. Bu oddiy odam emas edi. Bu meni yo'q qilish uchun kelgan odam edi. Va o'sha paytda bir haqiqat men uchun chaqmoqdek yorildi. Javlon meni sevmagan. U meni sotgan. Mening hayotim, ishonchim, butun kelajagim bir reja bo'lib chiqqandi. Va men o'sha rejada faqat qurbon edim. Choyshabning cheti sekin ko'tarila boshladi. Men nafasimni ichimga yutib qotib qoldim. Xonaga kirgan odamning sovuq soyasi karavot ustiga tushdi. U bir zum jim turdi. Go'yo meni allaqachon sezgandek. Keyin past ovozda gapirdi. "Qayerdasan?" Men ko'zlarimni yumib oldim. Yuragim shunchalik qattiq urardiki, uning ovozi meni fosh qilib qo'yadigandek tuyulardi. Odam karavotning narigi tomoniga yurdi. Etiklarining polga urilishi xonada bo'g'iq aks sado berdi. So'ng birdan tizzasini egib choyshabni bir chetdan ko'tardi. Shu payt men dahshatdan o'zimni orqaga tortdim. Chang yuzimga urildi. Men endi yashirinib yotmasligimni bildim. U meni topgan edi. U qo'lidagi shpritsni sekin ko'tardi. Zanglagan metall miltilladi. Men esa o'sha lahzada karavot ostidan bir irg'ib chiqib, qo'llarim bilan uning bilagiga yopishdim. Notanish odam hayratdan ortga tisarildi. Biz pol ustida bir zum kurashdik. U kuchli edi. Juda kuchli. Lekin vahima menga undan ham kuchli kuch bergandi. Men bor kuchim bilan uning qo'lini burab yubordim. Shprits yerga tushib, qars etib sinsa ham, ichidagi suyuqlik yog'och polga yoyildi. "La'nati qiz", deb uvilladi u. Men javob bermadim. Faqat xonaning eshigi tomonga qarab otildim. Yalangoyoq oyoqlarim sovuq polni bosib o'tdi. Orqamdan uning qarg'ishlari eshitildi. "To'xta", dedi u. "Sen baribir chiqolmaysan." Men eshikni itarib ochdim. Koridorga chiqqanim zahoti uy ichidagi sovuq havoni yanada kuchli his qildim. Devorlardagi soyalar go'yo jonlanib ketgandek edi. Tepada esa qadam tovushlari eshitildi. Kimdir zinadan tushayotgan edi. Men xonamdan chiqib zulmat ichiga yugurdim. Shu payt yuqoridan tanish bir ovoz eshitildi. "Malika." Men qotib qoldim. Bu ovoz Javlonniki edi. Lekin endi undagi muloyimlik yo'q edi. O'rnida sovuq, buyruqboz, oshkora vahima bor edi. U zinadan tushib kelayotgan edi. Uning ortidan esa qora etik kiygan odam chiqdi. Demak, ular birga edi.
Hammasi aniq bo'ldi. Men aslida yolg'iz emas ekanman. Men boshlang'ichdanoq ikki odamning o'rtasidagi ov edim. Qayerga ketding? Deb qichqirdi Javlon. Bu faqat tushunmovchilik. Men orqamga qaramadim. Zinadan pastga yugurarkanman. Ko'zim oldida shu bir yil ichidagi hamma lahzalar uchib o'tdi. Uning iltifoti, sovg'alari, men haqimda g'amxo'rligi, hammasi soxta bo'lib chiqayotgan edi. Pastki qavatga tushdim. Zal qorong'i va jim edi. Faqat deraza ortidagi yomg'ir tomchilari oynaga urilardi. Men eshik tomonga yugurdim. Lekin u qulflangan edi. Qo'lim qaltirab tutqichni buralib ko'rdim. Befoyda. Orqamdan qadam tovushlari yaqinlashdi. Men chap tomondagi oshxonaga o'qdek kirib oldim. Oshxona oynasidan tashqarida shamol daraxtlarni chayqardi. Men pichoq tortmasini ochishga urindim. Tortma tiralib qoldi. Shunda orqamda bir qo'l yelkamdan ushladi. Behuda urinma, dedi Javlonning ovozi meni muzlatib. Men qichqirib yubordim va tirsagim bilan orqamga zarba berdim. U orqaga chekindi. Men esa tutqichdagi og'ir sopni ushlab uning yuziga qarab urdim. Sop uning yelkasiga tegib, u og'riqdan tisarildi. Shu lahzada xonaga qora etik kiygan odam ham kirib keldi. U qo'lida yana bir shprits ushlab turardi. Uni ushla, dedi u Javlonga. Qochsa hammasi buziladi. Men o'sha so'zni eshitib yuragim muzlab ketdi. Hammasi degani ular uchun men edim. Javlon menga bir qadam yaqinlashdi. Uning yuzida avvalgi mehribonlikdan asar ham yo'q edi. Malika, dedi u juda sokin ohangda, buni og'riqsiz yakunlash mumkin edi. Sen shunchaki vaziyatni qiyinlashtirayapsan, meni o'ldirmoqchimisiz? Dedim men ovozim titrab. U yelka qisdi. Go'yo bu oddiy savoldek, bu o'lim emas. Bu yakun, dedi u. Sen buni tushunmasang ham bo'ladi. Meni yig'latib yuboradigan darajada vahshiy bir haqiqat ko'kragimni tilib o'tdi. Men unga ishongandim. Unga hayotimni bergandim. U esa meni yo'q qilishga olib kelgan edi. Qora etik kiygan odam menga qarab yurdi. Men orqaga chekindim. Devorga urildim. Oshxona oynasidan tashqarida yomg'ir tobora kuchayib borardi. Bu uy butun dunyodan uzilib qolgan mahbuslar qafasi edi. Qochma, dedi u xirillab, baribir chiqolmaysan. Men ko'zimni bir soniya yon tomonga tashladim. Oshxonaning burchagida og'ir temir shamdon turardi. Men qadam tashlagan paytimni kutdim. Qotil menga yaqinlashdi. Uning qo'li cho'zildi. Men o'sha zahoti shamdonni bir qo'lim bilan yulib olib, bor kuchim bilan uning bilagiga urdim. Qars. Suyak qirsilladi. U qattiq dod soldi. Shprits polga uchib tushdi. Men esa shu bo'shliqdan foydalanib oshxona orqasidagi tor eshikka otildim. Lekin Javlon yo'lni to'sdi. Uning ko'zlari endi butunlay sovuq edi. Men seni qo'yib yubormayman, dedi u. Sen mening ishimni tugatmaguningcha bu uyda qolasiz. Men o'sha payt qo'rquv emas, nafrat his qildim. Shu nafrat menga kuch berdi. Men uning yuziga bor kuchim bilan tarsaki tushirdim. U bir zum lohas bo'ldi. Men esa uning yelkasidan oshib o'tib, orqa eshikka yugurdim. Eshik ochildi. Tashqarida yomg'ir yuzimga qamchilab urildi. Qorong'i hovli, sirpanchiq tuproq, oldinda esa baland devor. Men bir lahza ham o'ylamadim. Devor tomon yugurdim. Orqamdan qichqiriqlar eshitildi. Tut uni, dedi qora etik kiygan odam. Qochib ketdi. Men loyga botib devor yoniga yetdim. Panjara ustiga qo'llarimni qo'ydim. Titrab turardim. Lekin baribir ko'tarildim. Oyoqlarim yara bo'lib yirtilib ketdi. Og'riqdan ko'zlarimga yosh keldi. Ammo men to'xtamadim. Narigi tomonga o'tdim. Pastga sakradim. Yerga qattiq urildim. Nafasim qisilib ketdi. Lekin turdim. Orqamda uy oynalarida chiroq yona boshladi. Ular meni qidirayotgan edi. Men esa ilk marta o'zimni tirik his qildim. Chunki endi men faqat qurbon emasdim. Men qochayotgan emasdim. Men haqiqatga qarab yugurayotgan edim. Shu qorong'u kechada yomg'ir, loy va qon ichida men bir narsani aniq bildim. Bu faqat qochish emas. Bu urushning boshlanishi edi.
Yomg'ir yuzimni urar, loy oyoqlarimga yopishar edi. Men esa orqamga qaramay yugurardim. Faqat yugurardim. Uy ortda qolib borardi. Lekin ichimdagi dahshat hali qolmagan edi. Chunki men bilardim. Ular shu zahoti ortimdan chiqadi. Men devor tashqarisidagi tor yo'lakka tushib oldim. Atrof qorong'i, yo'l esa notekis edi. Oyoqlarim qonni his qilmasdi. Og'riq allaqachon qo'rquv ichida yo'qolib ketgan edi. Bir necha daqiqadan keyin orqamda og'ir qadamlar tovushi eshitildi. Ularning biri meni chaqirdi, "To'xta!" deb baqirdi tanish bo'g'iq ovoz. Bu Javlon edi. Uning ovozida endi mehr emas, g'azab va vahima bor edi. Men yurishimni tezlashtirdim. Oldimdagi yo'l ikki tomonga bo'linardi. Qaysi biri to'g'ri ekanini bilmasdim. Lekin o'sha soniyada birgina narsa muhim edi. Tirik qolish. Men chap tomonga burildim. Yo'l daraxtlar orasiga kirib ketdi. Shamol shoxlarni silkitar, barglar yuzimga urilardi. Bir mahal uzoqda mashina chiroqlari ko'rindi. Men instinkt bilan yerga egildim. Chiroqlar yaqinlashib, keyin yonimdan o'tib ketdi. Men ularni tanimadim. Lekin ichimda ular ham meniki emas degan umid paydo bo'ldi. Oyog'im ostidagi tuproq sirpandi. Men yiqilib tushdim. Qo'llarim loyga belandi. Bir zum o'rnimdan tura olmadim. Yuragim og'zimga tiqilib kelganday bo'ldi. Ortimda yana qichqiriq eshitildi. Ular meni topayotgan edi. Men tizzamga tayangan holda sudralib turdim. Shu payt oldimda kichik bir eski kulba ko'rindi. Tomi qiyshaygan, derazasi singan, atrofida begona o'tlar o'sib ketgan edi. Boshqa yo'l yo'q edi. Men ichkariga yugurdim. Kulba ichi zax va sovuq edi. Burchaklarda eski qoplar, siniq taxta, zang bosgan chelak turardi. Men eshikni ichkaridan tortib yopdim. Tutqichni qo'lim bilan ushlab turdim. Nafasim qisilib borardi. Tashqarida qadamlar to'xtadi. Keyin yana yaqinlashdi. Kimdir eshik oldida turib qoldi. Men ko'kragimni bosib sukut saqladim. Bir necha soniya hech narsa bo'lmadi. Keyin eshik ustidan kuchli zarba tushdi. "Och!" deb qichqirdi Javlon, "Men seni ko'ryapman." Men devorga yopishib qoldim. Kulba ichi tor edi. Orqa tarafda kichkina deraza bor edi. Men shu tomonga yugurdim. Derazaning oynasi allaqachon sinib ketgan, faqat qirralari qolgan edi. Men tashqaridagi loyga qarab turdim. Baland emasdi. Sakrash mumkin edi. Ammo o'sha payt kulba eshigi yana qars etib urildi. Yog'och ingrab ketdi. Men derazadan chiqishga urindim. Yelkam qirraga tirnaldi. Og'riq qattiq bo'ldi. Ammo men o'zimni tashqariga otdim. Yerga yiqildim. Qomatim loyga botdi. Men turishga ham ulgurmay, orqamdan kulba eshigi buzilib ochilganini eshitdim. Javlonning soyasi tashqariga chiqdi. U menga qarab yugura boshladi. Men esa yana yugurdim. Bu safar ko'zimning oldida birgina manzil bor edi. Yo'l. Istalgan odam bor joy. Yordam bor joy. Men qiyalikdan pastga tushdim. Pastda kichik asfalt yo'l ko'rindi. Demak, bu yerdan mashinalar o'tardi. Demak, hali ham najot bor edi. Shunda orqamdan boshqacha ovoz eshitildi. Qora etik kiygan odam. U Javlon emasdi. U mendan tezroq yurayotgan edi. "To'xtaysan", dedi u muzdek ohangda. "Sen juda uzoqqa bora olmaysan." Men nafratdan qaltirab ketdim. Orqamda ikkita dushman bor edi. Biri yolg'onchi er, biri esa o'limning o'zi. Men yo'lga chiqib oldim. Shu payt uzoqdan katta yuk mashinasi chiroqlari ko'rindi. Men qo'llarimni baland ko'tardim. "To'xtang", deb baqirdim bor ovozim bilan. Yuk mashinasi haydovchisi tormozni bosdi. Shina shovqini kechani yorib yubordi. Mashina menga yaqin kelib to'xtadi. Eshik ochildi. O'rta yoshdagi, yuzida charchoq va hayrat aralashgan bir erkak tushib keldi. "Qizim, nima bo'ldi senga?" dedi u. Men esa kuchim qolmay uning oyoqlari oldiga qulab tushdim. "Meni olib keting", deb pichirlashga zo'rg'a kuch topdim. Ular meni o'ldirmoqchi. U meni ko'tarib kabinaga olib chiqdi.
Men yarim hushsiz holatda edim. Issiq kabina ichida ilk marta xavfsizlik hissi paydo bo'ldi. Lekin qalbimdagi qo'rquv hali ham o'lmagan edi. Mashina yo'lga tushdi. Men oynadan ortga qaradim. Qorong'u yo'l chetida ikki soyani ko'rdim. Biri qo'lini ko'tarib turar, biri esa jim turib men ketayotgan tomonga qarardi. Shu lahzada men tushundim. Ular meni yo'qotgan bo'lishi mumkin edi. Lekin men endi qayta tug'ilayotgan edim. Haydovchi meni tuman kasalxonasiga olib bordi. U yerda hamshira, shifokorlar, tibbiyot hidi, oq choyshablar. Hammasi menga begona va juda uzoq tuyuldi. Men ko'zimni ochganimda oq shiftga qaradim. O'ng qo'limga igna ulangan edi. Tanam og'ir, lekin tirik edi. Hamshira yonimda turardi. "Siz xavfsiz joydasiz", dedi u sekin. "Sizni bir amaki olib keldi." Men sekin boshimni burdim. Yonimda o'sha haydovchi o'tirardi. U menga achinish bilan qaradi. "Men seni yo'l chetida ko'rib qoldim, qizim. Seni tashlab ketolmadim." Men minnatdorlik bilan ko'z qisdim. Birinchi marta tun ichida biroz nafas oldim. Ammo keyingi gap meni yana muzlatdi. "Sizning eringiz televizorda gapiryapti", dedi hamshira. Men shoshib kichik televizorga qaradim. Ekranda Javlon turardi. U qora kostyumda, yuzida qayg'u ifodasi bilan kameraga qarab gapirardi. Uning ko'zlari namdek ko'rinardi. "Mening ayolim Malika", dedi u titroq ovozda. "U kecha ruhiy bosim ostida uydan chiqib ketgan. Biz uni tun bo'yi qidirdik. Afsuski, u jarlik tomonda izsiz yo'qolgan bo'lishi mumkin." Men televizorga tikilib qoldim. Qonim muzlab ketdi. U meni tirik deb e'lon qilmagan. U meni allaqachon o'lik qilib ko'rsatmoqda edi. Demak, reja davom etayotgan edi. Men o'zimni yostiqqa tirab oldim. Yuragimdagi nafrat bir lahzada ko'paydi. Shu payt telefon jiringladi. Hamshira menga uzatdi. Ekranda birgina ism chiqdi. Davron. Bu ismni ko'rib ko'zimga yosh keldi. Chunki bu mening yolg'iz ishonadigan odamim edi. Men telefonni oldim. "Amaki", dedim ovozim siniq holda. "Men tirikman." Boshqa tomonda jimlik cho'kdi. Keyin uning ovozi qaltirab chiqdi. "Qizim, sen haqiqatan ham tirikmisan? Men allaqachon seni yo'qotdim deb o'ylagandim." Men boshimni yostiqqa bosdim. "Meni eshitib turing", dedim. "Javlon. U meni sotdi. Meni o'ldirmoqchi bo'ldi." Davron amakining nafasi og'irlashdi. "Hozir hech narsa dema", dedi u keskin. "Men o'zim kelaman. Va bu ishni yopamiz." Telefon o'chdi. Men ko'zimni yumdim. Endi qaytish yo'q edi. Men tirik qolgan edim. Lekin endi mening oldimda yangi hayot emas, qasos boshlanayotgan edi. Davron amaki kelguncha men ko'zimni ochmay yotdim. Nafasim sekin, tanam og'ir, lekin ichimdagi g'azab uyg'oq edi. Deraza ortida tong yorisha boshlagan, xonaning oppoq devorlari sovuq nurga to'lgan edi. Men shu nurga qarab yotarkanman, bir narsani juda aniq his qildim. Men endi avvalgidek qiz emasdim. Men endi yolg'on ichida yashaydigan odam ham emasdim. Men tirik qolgan ayol edim. Va tirik qolgan odamning sukuti har doim xavfli bo'ladi. Eshik ohista ochildi. Ichkariga Davron amaki kirdi. Yuzida uyqusizlik izi, ko'zlarida g'azab va qayg'u aralashib ketgan edi. U meni ko'rib bir soniya qotib qoldi. Keyin sekin yonimga kelib qo'limni ushladi. "Qizim", dedi u ovozi titrab, "senga nima qilishgan?" Men gapira olmadim. Tomog'imga yig'i tiqilib qolgandi. Faqat boshimni biroz qimirlatdim. U yonimdagi stulga o'tirdi. "Hammasini ayt", dedi u past ovozda, "birinchi daqiqadan boshlab." Men unga aytib bera boshladim. Karavot ostidan boshlangan dahshatni, qora etiklarni, shpritsni, Javlonning soxta ovozini, ularning uy ichidagi muzdek sovuq rejasini. Har bir so'zim bilan Davron amakining yuzi oqarib borardi. Oxirida u mushtini qattiq qisdi. "Men bu itni bilmasdim", dedi u tishlarini g'ijirlatib. "U seni faqat merosing uchun tutgan." Men bosh irg'adim. Ko'zlarimga yosh qalqib chiqdi. "Amaki, ular meni o'ldirmoqchi bo'ldi, bilaman", dedi u. Va endi buning javobi bo'ladi. U menga telefonini uzatdi. "Lekin avval bir narsani tushunib ol.
Javlon hozir o'zini beva qilib ko'rsatmoqda. Kompaniya ustidan to'liq nazoratni qo'lga kiritishga kirishgan. U sening yo'qolishingni ruhiy tushkunlik deb sotmoqda. Men labimni tishlab oldim. Ichimda nafrat alangasi ko'tarildi. Unda men nima qilaman? deb so'radim men. Davron amaki bir zum sukut saqladi. So'ng sekin dedi. Sen yashirinasan. Davolanib olasan. Keyin esa men senga qaytish yo'lini ochaman. Lekin bu safar sen ularning oldiga qurbon bo'lib emas. Dalil bilan borasan. Shu payt hamshira kirib, og'ir qadam bilan eshik oldida to'xtadi. Tashqarida 2 erkak kelgan, dedi u xavotirli ovozda. Ular siz haqingizda so'ramoqda. Mening yuragim birdan muzlab ketdi. Davron amaki darrov o'rnidan turdi. Qanaqa erkaklar? deb so'radi u. Hamshira boshini chayqadi. Biri o'zini erim deb tanishtirdi. Ikkinchisi esa indamay turibdi. Men nafasimni ichimga yutdim. Ular meni topgan edi. Yoki hech bo'lmaganda urinishgan edi. Davron amaki deraza tomonga qaradi. Ular bu yerga kirib kelmasligi kerak, dedi u sovuq ohangda. Men hozircha seni boshqa joyga ko'chiraman. Mening qo'limga kuch kirdi. Yo'q, dedim men to'satdan. Men qochmayman. Bu safar men yashirinmayman. Amaki menga tikildi. Uning ko'zlarida bir lahza hayrat chaqnadi. Keyin u sekin bosh irg'adi. Unda reja o'zgardi, dedi u. Sen endi qo'rqib yotgan qiz emassan. Endi sen guvohsan. Men labimni qisdim. Shu payt eshik ortida qadamlarga o'xshash shovqin eshitildi. Kimdir koridorda yurardi. So'ng past ovozda Javlonning ovozi keldi. Men xotinimni ko'rmoqchiman. Men ko'zimni katta ochdim. U shu yerda edi. Kasalxona devorlari ham meni himoya qila olmasdi. Davron amaki hamshira tomonga ishora qildi. Hech kimni kiritmang, dedi u. Hamshira eshikni yopdi. Lekin bir soniya o'tmay tashqaridan taqillatish boshlandi. Malika, deb chaqirdi Javlon. Sen ichkaridamisan? Men yuzimni yostiqqa bosdim. Bu ovoz endi menga sevgining tovushi emasdi. Bu bosim va yolg'onning tovushi edi. Hamshira qo'rqib qoldi. U juda asabiy, dedi u. Davron amaki esa xotirjam turdi. Eshikni ochmang. Men shu payt derazaga qaradim. Pastda avtomobil turardi. Qora rangli mashina. Ichida esa yana o'sha qora etik kiygan odamning soyasi ko'rindi. Men uning borligini ko'rib ko'ksim muzlab ketdi. Demak, u ham keldi. Men endi faqat Javlon bilan emas, o'sha qotil bilan ham yuzma-yuz kelishim kerak edi. Xonada telefon jiringladi. Bu safar hamshiraniki emas. Javlonning telefoni ekan. U koridordan kirib kimdandir javob kutayotgandek ko'rindi. Bir lahza u ovozni tingladi. Keyin qoshini chimirdi. Nima deding? dedi u sekin. Yo'q. U bu yerda bo'lishi mumkin emas. Uning rangi o'zgarib ketdi. Telefonni qulog'idan oldi. So'ng qattiq qadam bilan chetga yurib past ovozda gapira boshladi. Men eshitmay qoldim. Lekin yuzidagi ifoda hammasini aytib turardi. Muammo bor edi. Katta muammo. Davron amaki sekin deraza pardasini yopdi. Bizdan kimdir xabar topgan, dedi u. Yoki ular o'zaro tortishib qolgan. Men notanish bir shubha his qildim. Agar ular tortishayotgan bo'lsa, demak reja ichida yoriq bor edi. Shu yoriqdan foydalanish mumkin edi. Men o'rnimdan turishga urindim. Oyoqlarim titrardi. Hamshira qo'rqib meni ushladi. Siz hali zaifsiz, dedi u. Men zaif emasman, dedim men sokin, ammo qattiq ovozda. Men tirikman. Shu payt koridordan baland ovoz eshitildi. Keyin yugurib kelgan qadamlar. Biror narsa yerga urilib tushdi. Davron amakining telefoni yana jiringladi. U javob berdi. Bir soniyadan keyin yuzi yanada qoraydi. Qizim, dedi u menga qarab, endi bilib ol. Ular bu yerga seni tugatish uchun kelishgan. Lekin ulardan biri ikkinchisidan oldin seni ko'rishni xohlamayapti. Men hayratda qoldim. Nega? deb so'radim men. U og'ir xo'rsindi, chunki ular bir-biriga ishonmay qoldi. Bu men uchun yangi eshik edi. Qora etik kiygan odam va Javlon. Ular endi bir jamoa emas edi. Va bu eng yaxshi imkoniyat edi. Men derazaga yana qaradim.
Tashqarida yomg'ir allaqachon to'xtagan. Yer nam. Osmon xira. Lekin ichimda bir nur paydo bo'layotgandi. Men ularning o'rtasidagi kelishmovchilikdan foydalanaman. Men yashirinmayman. Men kutaman. Men ularga o'z vaqtida qaytaman. Va bu safar men qochgan emas. Qaytgan odam bo'laman. Javlon va qora etik kiygan odam orasidagi taranglik men o'ylagandan ham tez ochildi. Koridorda ovozlar avval past, keyin keskin bo'lib ketdi. Men esa davolanish xonasida jim turib, ularning har bir so'zini ushlashga urinardim. Eshik nuri ostida Davron amaki tik turgancha meni himoya qilib turardi. Men sizga aytdim, dedi Javlonning ovozi qattiq chiqib, u bu yerda bo'lishi mumkin emas. Qora etik kiygan odam esa sovuq kulgiga o'xshash nafas chiqardi. Sen o'zingni juda aqlli deb o'ylayapsan, Javlon. Lekin men senga ishonib xato qildim. Men shu gapni eshitib, yuragim tez urib ketdi. Demak, ular orasida chinakam nizo boshlangandi. Bu nizo menga kerak edi. Davron amaki eshikdan bir qadam chiqdi. Endi bu yerda hech kimga seni olib ketishga yo'l yo'q, dedi u. Qizimni ko'rsatish uchun ham avval huquqiy sabab kerak. Javlon bir lahza jim qoldi. Keyin u meni ko'rgisi kelayotganini bildirmaslikka uringandek ovozini yumshatdi. Malika, men seni faqat xavfsiz joyga olib ketmoqchiman, dedi u. Ular seni qo'rqitishgan. Sen hozir o'zingni yo'qotgansan. Men ichimda muzdek kuldim. U hali ham yolg'onini davom ettirardi. Hatto hozir ham men seni juda yaxshi bilaman, deb javob berdi qora etik kiygan odam. U o'zini oqlash uchun har doim shunday gapiradi. Men ko'zimni yumdim. Shu lahzada men bir narsani angladim. Bu odamlar orasidagi ishonch uzilib bo'lgan edi. Demak, kimdir birinchi bo'lib yiqilardi. Va men kutardim. Koridorda to'satdan polga nimadir tushib ketdi. Metallning qattiq ovozi eshitildi. So'ng jimlik. Keyin qadamlar tezlashdi. Hamshira qo'rqib eshikni qulfladi. Ular ichkariga kirmoqchi bo'lishyapti, dedi u titrab. Davron amaki menga yaqinlashdi. Biz hozir seni ko'chirib yuboramiz, dedi u. Lekin bu oddiy ko'chirish bo'lmaydi. Bu ularning tuzog'iga qarshi tuzoq bo'ladi. Men bosh irg'adim. Tanam hali og'ir edi, lekin miyam ishlay boshlagandi. Men nima qilishim kerak? deb so'radim men. U past ovozda javob berdi. Sen jim turasan. Ular seni ko'rishlari kerak. Lekin sen bilan gaplashishlariga yo'l qo'ymaysan. Faqat bir lahza kerak. Shunda men tushundim. Men endi faqat omon qoluvchi emasman. Men dalilga aylanishim kerak edi. Davron amaki hamshiraga biror ishora qildi. U tezda xonadagi pardani tortdi. So'ng yon tomondagi kichik xizmat eshigini ochdi. Shu yerga o't, dedi u. Men sekin o'rnimdan turdim. Oyoqlarim qaltirardi. Xizmat yo'lagi qorong'i edi. Devorlari tor, havosi sovuq. Biz shu yo'lak bo'ylab harakatlana boshladik. Bir necha qadamdan keyin men orqaga qaradim. Asosiy koridorda Javlon paydo bo'ldi. Uning yuzida endi soxta qayg'u qolmagan edi. Uning ko'zlari men tomon tikilgan, sovuq va shafqatsiz edi. U meni ko'rib qolgandi. Malika, deb qichqirdi u. To'xta. Men yugurmadim. Faqat tezroq yurishga harakat qildim. Davron amaki oldinga o'tib meni to'sib qo'ydi. Shu payt qora etik kiygan odam ham ko'rindi. U Javlon bilan yonma-yon emas edi. Biroz orqaroqda turar, qo'lidagi telefoniga qarab nimadandir bezovta edi. Men yana bir narsani sezdim. U Javlondan qo'rqayotgan edi. Yoki Javlon undan. Bu farq endi men uchun juda muhim edi. Chunki biri yiqilsa, ikkinchisi og'zini ochishi mumkin edi. Biz buni shu yerda tugatamiz, dedi Davron amaki juda aniq ovozda. Ular bir soniya jim bo'lib qolishdi. So'ng Javlon kulimsirab yubordi. Siz hali ham meni yutaman deb o'ylaysizmi? dedi u. Sizning qo'lingizda hech narsa yo'q. Men bu qizning eri sifatida hamma narsani qonuniy qilganman. Men yutqazmayman. Men ixtiyorsiz ravishda kulib yuborishga oz qoldim. U o'zini hali ham g'olib deb bilardi. Ammo uning ko'zlarida mayda vahima allaqachon paydo bo'lgan edi. Qora etik kiygan odam bir qadam oldinga chiqdi. Sen bittasini unutding, dedi u.
Men hamma narsani eshitib turibman. Men seni eshitdim. Sen meni sotding. Javlonning yuzida ilk bor qo'rquv chaqnadi. Bu lahza men kutgan imkoniyat edi. Davron amaki cho'ntagidan kichik diktofonni chiqarib qo'lini ko'tardi. Yetarli, dedi u. Hammasi yozib olindi. Xonada sukunat portlab ketdi. Men ham, hamshira ham, Javlon ham bir lahza qotib qoldik. Ularning yuzidagi ifoda bir zumda o'zgardi. Qora etik kiygan odam sekin orqaga chekindi. U endi o'zini qutqarish yo'lini o'ylay boshlagandi. Javlon esa birinchi bo'lib o'zini yo'qotdi. Siz nima qildingiz? Deb qichqirdi u. Bu noqonuniy. Yo'q, dedi Davron amaki sovuq ohangda. Noqonuniy narsa, bu sen qilgan ishlar. Men sening qo'ng'iroqlaringni, tahdidlaringni, kompaniya hujjatlari ustidagi hiylangni yozib oldim. Hatto o'sha odam bilan kelishganingni ham. Qora etik kiygan odam yuzini o'girib oldi. Men uning ko'zidagi qochish istagini ko'rdim. Javlon tushundi. U yolg'iz qolgandi. U endi hamkoriga ham ishona olmasdi. Shu payt koridor oxirida yana oyoq tovushlari eshitildi. Bu safar politsiya edi. Kimdir kasalxona xodimlari orqali oldindan chaqirilgan edi. Men hayratdan nafasimni ichimga yutdim. Davron amaki menga qaradi. Men ularni chaqirdim, dedi u. Lekin faqat kuzatuv uchun. Hozir esa ular ichkarida. Javlon ko'zlarini katta ochdi. U orqaga chekindi. Qora etik kiygan odam esa bekinishga urinayotgandek yon yo'lakka burildi. Lekin kech edi. Eshikdan kirgan ikki politsiyachi ularni to'xtatdi. Qo'llaringizni ko'taring, degan buyruq koridor bo'ylab yangradi. Men bir lahza jim turdim. Yuragim urishi tinchlanmayotgan edi. Javlon esa birinchi marta butunlay fosh bo'lganini tushundi. Bu qiz aqldan ozgan, deb baqirdi u. U menga yolg'on gapiryapti. Yetarli, dedi politsiyachi. Shu bilan sahna buzildi. Qora etik kiygan odam qochishga urindi. Biri uning qo'lidan ushladi. Ikkinchisi Javlon tomon bordi. Javlon esa menga qarab qoldi. Uning ko'zlari endi na sevgi, na sovuqlik edi. U ko'proq alam va yo'qotish ifodasida turardi. Men esa unga uzoq qaradim. Va birinchi marta qo'rqmadim. Chunki men uning qo'lidan qutulgan edim. Lekin bu hali yakun emasdi. Bu faqat birinchi urushning yarmi edi. Javlon qo'llarini ko'tarib turardi. Lekin uning ko'zlarida hali ham so'nggi bir umid, so'nggi bir hiyla yashirinib yotgan edi. Politsiyachilar uni devorga yaqinlashtirar ekan, u menga qarab sekin bosh chayqadi. Go'yo hali ham meni ishontirmoqchi bo'lgandek. Go'yo bu ham sahnaning bir qismi emasdek. Men esa bir qadam ham ortga chekinmadim. Shu payt qora etik kiygan odam birdan og'zini ochdi. Men aytaman, dedi u bir pasda. Hammasini men aytaman. Koridor jimib qoldi. Politsiyachilar uni ham o'ziga qaratdi. Javlonning yuzi oqarib ketdi. Og'zingni yop, deb qichqirdi u. Lekin kech edi. Qora etik kiygan odam qo'lidagi telefonni baland ko'tarib ko'rsatdi. Men yozib oldim, dedi u sovuq ohangda. Hamma qo'ng'iroqlarni, shartnomani va zahar haqida gaplashganingni ham. Men ko'zimni katta ochdim. Zahar. Demak, bu shpritsdagi suyuqlik haqiqatan ham o'lim uchun edi. Davron amaki meni qo'limdan ushlab biroz orqaga tortdi. Endi yetarli, dedi u politsiyaga qarab. Ularni ajrating. Politsiyachilar Javlonni bir tomonga, qora etik kiygan odamni boshqa tomonga olib ketdi. Javlon qarshilik ko'rsatdi. Siz xato qilyapsiz, dedi u baqirib. U aqldan ozgan. U yolg'on gapiryapti. Men unga tikilib turdim. 1 yil davomida qalbimda joy olgan odam endi menga begona edi. Uning baqirig'i ham, iltijosi ham, yolg'oni ham endi hech narsani o'zgartira olmasdi. Sen meni o'ldirmoqchi bo'lding, dedim men sokin ovozda. Menga boshqa hech narsa kerak emas. U bir soniya jim bo'lib qoldi. Keyin kulguga o'xshash achchiq nafas chiqardi. Sen baribir menga qaytarding, dedi u past ovozda. Bu o'yin hali tugamagan. Men tanam muzlab ketganini his qildim. Shu payt Davron amaki menga yaqinlashdi. Endi gapirma, dedi u. Hozir sen faqat dam olasan. Lekin men bilardim. Bu dam olish emasdi.
Bu keyingi zarbaga tayyorgarlik edi. Politsiyachilar javlonni olib chiqib ketishayotganda u bir soniya menga qaradi. O'sha nigohda g'azab ham bor edi, yolvorish ham. Lekin men endi unga quloq solmasdim. U eshikdan chiqib ketdi. Koridor bo'shab qoldi. Qora etik kiygan odam esa boshqa tomonga olib ketildi. Uning yuzida ilk bor qo'rquvni ko'rdim. U endi qahramon emas edi. Oddiy qochqin edi. Men esa sekin deraza oldiga bordim. Tashqarida tong to'liq yorishgan. Osmon xira ko'k edi. Yomg'ir to'xtagan. Yer ustidagi suv tomchilari tong nuri bilan jilvalanardi. Lekin men uchun bu go'zal sahna emasdi. Men uchun bu yangi urushning boshlanish belgisi edi. Davron amaki yonimga keldi. Ular uzoq qolmaydi, dedi u. Hibs, so'roq, hujjatlar. Lekin bizning ishimiz tugamadi. Men boshimni burdim. Nega? Dedim men. U chuqur xo'rsindi, chunki Javlon bitta odam emas edi. Uning ortida kimdir bor. Men jim qoldim. Kim? deb so'radim men. Davron amakining yuzi qattiqlashdi. Men hali aniq bilmayman. Lekin u seni bir kunda tanib, bir kunda sevib qolmagan. Bu juda uzoq tayyorlangan reja. Men ko'zimni yumdim. Shu gapning o'zi yetarli edi. Men ichimda bir sovuq sezdim. Demak, men bilan bo'lgan hamma narsa oldindan yozilgan ssenariy edi. Davron amaki qo'lidagi qog'ozlarni ko'rsatdi. Kompaniya hujjatlari, aksiyalar va sening nomingdan o'tgan mulk. Bularning hammasi qaytarilishi mumkin, lekin faqat bitta shart bilan. Men unga qaradim. Qanday shart? Dedim men. Sen o'z ko'zing bilan ko'rganingni aytasan, dedi u. Va qo'rqmaysan. Men sekin bosh irg'adim. Qo'rqmaslik. Bu so'z juda og'ir edi. Lekin men endi ularni ichimda ko'tarishga tayyor edim. Shu payt hamshira kirib keldi. Sizga bir mehmon keldi, dedi u. Men hayron bo'lib qaradim. Kim? So'radim men. Hamshira bir soniya sukut saqladi. U o'zini sizning amakivachchangiz deb tanishtirdi. Men yuragimni siqib oldim. Bu nomni eshitib hayratga tushdim. Chunki bunday odam haqida avval hech kim gapirmagan edi. Davron amaki ham boshini ko'tardi. Qaysi amakivachcha? deb so'radi u shubha bilan. Hamshira yelkasini qisdi. U sizning oilangiz bilan bog'liq ekanini aytdi. Va siz bilan shoshilinch gaplashmoqchi. Men birdan hushyor bo'lib qoldim. Yana kim? Yana qanday sir? Koridorda yangi odam paydo bo'layotgan edi. Men buni ko'rmasdim, lekin ichim sezardi. Javlonning ortida boshqa bir odam bor bo'lsa-chi? Qora etik kiygan odam ham yolg'iz bo'lmasa-chi? Men derazaga qaradim. Tong yorishib borardi. Lekin ichimdagi zulmat hali ham yo'qolmagan edi. Men endi shuni tushundim. Bu faqat bir erning xiyonati emas. Bu butun bir zanjir edi. Va zanjirning oxirida hali noma'lum qo'l turardi. Men o'rnimdan turdim. Oyoqlarim titrardi. Lekin yuragim qattiq edi. Uni kirit, dedim men past ovozda. Davron amaki menga qaradi. Ko'zlarida xavotir bor edi. Lekin men to'xtamadim. Men hammasini eshitaman. Bu safar qochmayman. Koridordan asta qadam tovushi yaqinlashdi. Eshik oldida soyasi ko'rindi. Va men ilk bor o'sha soyaga qarab ichimda bir savolni his qildim. Bu odam do'stmi? Yoki navbatdagi xiyonatmi? Eshik soyasida paydo bo'lgan odam bir lahza qimirlamay turdi. Keyin asta ichkariga kirdi. Men uning yuzini ko'rganim zahoti yuragimga muzdek tig' urilgandek bo'ldi. U men kutgan odam emas edi. U baland bo'yli, sersalobat, ko'zlarida charchoq va ehtiyotkorlik aralashgan begona erkak edi. Kostyumi eski emas, lekin tartibli. Yuzida hech qanday shoshqaloqlik yo'q. Go'yo u bu yerga vahimaga emas, hisob-kitob bilan kirib kelgandek. Davron amaki bir qadam oldinga chiqdi. Siz kimsiz? deb so'radi u qattiq ohangda. Notanish erkak esa menga qarab bosh egdi. Mening ismim Kamron, dedi u sokin ovozda. Men siz bilan gaplashishim kerak. Xonaga og'ir jimlik tushdi. Men uning ko'zlaridan hech narsa anglay olmadim. Na do'stlik, na dushmanlik.
Faqat sovuq ehtiyotkorlik. Men sizning qarindoshingiz emasman, dedi u birdan, lekin sizning otangiz bilan bog'liqman. Men ko'zlarimni kattaroq ochdim. Otam. Bu ism yuragimga eski yara kabi tegdi. Kamron qo'lidagi kichik konvertni ko'rsatdi. Javlon sizni tanlashidan ancha oldin men uning ortidan yurganman, dedi u. U sizning oilangizdagi hujjatlar bilan qiziqqanini bilardim. Men darrov qo'limni musht qildim. Nega buni oldin aytmadingiz? deb so'radim men. U chuqur nafas oldi, chunki men dalil yig'ayotgan edim. Va sizni ochiq xavfga qo'ymoqchi emasdim. Davron amaki unga shubha bilan qaradi. Hozircha sizga ishonish qiyin, dedi u. Lekin gapiring. Kamron bosh irg'ab konvertni ochdi. Ichidan bir nechta eski fotosuratlar, bank yozuvlari va notarial hujjatlar chiqdi. Men ularga ko'zim tushishi bilan ichim muzlab ketdi. Fotosuratlardan birida Javlon qora etik kiygan odam bilan bir joyda turardi. Yana birida ularga 3-chi odam qo'shilgan edi. Uning yuzini ko'rish mumkin emasdi, lekin qo'l harakatidan u juda badavlat va sovuqqon odam ekani sezilardi. Mana siz kutgan javob, dedi Kamron. Bu ishni faqat Javlon emas. U faqat ijrochi. Men sukut saqlab qoldim. Kim u? deb so'radi Davron amaki. Kamron bir soniya jim turdi. Keyin juda ehtiyotkor ohangda aytdi. Men uning ismini aniq bilmayman. Lekin u sizning kompaniyangiz bilan bog'liq. Va Javlon uni janob deb chaqirardi. Men nafasimni ichimga yutdim. Demak, bu yerda yana kattaroq soyalar bor edi. Davron amaki foto yozuvlarni birma-bir ko'zdan kechirib chiqdi. Bu hujjatlar qayerdan? deb so'radi u. Kamron javob berdi. Javlonning mashinasidan. Ular uni tergovchilar kelishidan oldin yashirmoqchi bo'lishgan. Lekin men ulardan birini oldinroq olib qo'ydim. Men ichimda ilk bor mayda bir umid sezdim. Bu dalil edi. Haqiqiy dalil. Endi faqat Javlon emas, uning ortidagi odam ham chiqishi mumkin edi. Kamron menga qaradi. Siz hozir dam olishingiz kerak, dedi u. Lekin men sizdan bitta narsa so'rayman. Siz mahkam turishingiz kerak. Sizning ko'rsatmalaringiz bo'lmasa, ular bu ishni cho'zadi. Men bosh irg'adim. Men tayyorman, dedim men. Ovozim avvalgidan ancha sokin edi. Lekin ichimda po'lat paydo bo'layotgandi. Shu payt koridorda yana shovqin eshitildi. Bu safar qadamlar tartibsiz emasdi. Shoshilgan, tartibli va professional tovush edi. Politsiya xodimi eshik oldiga kelib to'xtadi. Sizga tashqi tomondan qo'shimcha himoya kerak, dedi u. Ular yana urinishi mumkin. Men xuddi shu so'zlarni kutgandek bir lahza jim qoldim. Davron amaki oynaga qaradi. Tashqarida kasalxona hovlisida qora mashina to'xtab turardi. Uning oynalari qoramtir. Ichida kim borligi ko'rinmasdi. Ammo men ichimda sezdim. Yangi o'yinchi kelgan edi. Bir necha daqiqadan keyin meni kichik alohida xonaga ko'chirishdi. Kamera emas, ammo kuzatuv ostidagi xona edi. Oq devorlar, sovuq choyshablar, eshik oldida 2 xodim. Men bu xavfsizlikni yoqtirmasdim. Bu ham qafasga o'xshardi. Lekin bu safar men qafas ichida bo'lsa ham eshikning qayerdaligini bilardim. Davron amaki yonimda o'tirib qoldi. Kamron esa eshik oldida turdi. Ertaga tergov boshlanadi, dedi amaki. Sen hamma narsani aytasan. Men uning yuziga qaradim va agar ular menga ishonmasa-chi? deb so'radim men. U ko'zlarini qisib bir zum sukut saqladi. Unda biz ularga ishonadigan narsa topamiz. Men ilk bor o'sha kuni yengil nafas oldim. Lekin shu yengillikning ortida hali ham qorong'u bor edi. Chunki men bilardim. Javlon hibsda bo'lsa ham, u butunlay taslim bo'lmagan. Va u kabi odamlar hech qachon yolg'iz ishlamaydi. Tun tushgach men xonada yolg'iz qoldim. Deraza ortida kasalxona hovlisi jim edi. Faqat shamol barglarni silkitardi. Men stol ustidagi qog'ozlarga qaradim. Fotosuratlar, hujjatlar, ism-shariflar va bir necha marta takrorlangan bitta so'z. Janob. Men shu so'zga tikilib bir narsani his qildim. Bu ishning ildizi hali ham yer ostida edi. Ertaga men o'sha ildizni ko'tarib chiqaraman. Va shu zahoti eshik tagidan kimdir kichik bir qog'ozni surib kirgizdi.
Men hayratdan o'rnimdan turdim. Qog'ozni ochdim. Ichida faqat bitta jumla yozilgan edi. Agar haqiqatni bilmoqchi bo'lsang, 3 qavatdagi bo'sh xonaga yolg'iz kel. Men qog'ozga tikilib qoldim. Yuragim yana tez ura boshladi. Chunki bu yozuvni qoldirgan odam meni himoya qilish uchun emas. Meni yana bir marta sinash uchun kelgan edi. Men qog'ozni qo'limda ushlab bir necha soniya qotib qoldim. Yuragimni sovuq qo'l siqib olgandek edi. 3 qavatdagi bo'sh xona. Yolg'iz borish. Bu aniq tuzoq edi. Lekin shu bilan birga men kutgan javob ham shu yerda bo'lishi mumkin edi. Davron amaki xonaga kirganida men qog'ozni tezda mushtim ichiga yashirdim. Nima bo'ldi? Deb so'radi u mening yuzimdagi o'zgarishni sezib. Men bir lahza ikkilandim. Keyin qog'ozni unga uzatdim. U o'qib chiqishi bilan qoshlari chimirildi. Bu ular tomonidan qoldirilgan bo'lishi mumkin, dedi u past ovozda, yoki ulardan biri bizni ichkaridan kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Men chuqur nafas oldim. Men boraman, dedim men. Davron amaki bosh chayqadi. Yolg'iz bormaysan. Men unga qaradim. Yolg'iz borishim kerak. Agar ular biror narsani bilsa, men bilan ochiladi. Amaki ko'zlarimga tikildi. U meni to'xtatmoqchi edi, lekin oxiri sekin rozi bo'ldi. Unda ehtiyot bo'l. Kamron eshik oldida hammasini eshitib turgan edi. U cho'ntagidan kichik quloqchinli moslama chiqarib menga uzatdi. Agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, bosasiz, dedi u. Men eshitib turaman. Men bosh irg'adim. Kasalxona yo'lagiga chiqqanimda yuragimdagi urish quloqlarimga kelayotgandek edi. Lift ishlamayotgani uchun zinadan yuqoriga ko'tarildim. Har bir qadamimda oyoqlarim zaiflashayotganini sezardim. 3-qavat. Bo'sh xona. Eshikning oldida to'xtadim. Tutqichga qo'limni qo'ydim. Xona ichidan hech qanday ovoz kelmasdi. Men sekin eshikni ochdim. Xona qorong'i edi. Faqat deraza yorug'i polga uzun chiziq tashlab turardi. Ichkarida eski stol va bir nechta stul bor edi. Hech kim yo'qdek ko'rindi. Men bir qadam ichkariga kirdim. So'ng eshik orqamdan ohista yopildi. Men qotib qoldim. Bilardim, dedi tanish, past ovozli bir erkak ovozi. Men orqamga sekin burildim. Burchakdagi soyada bir odam turgan edi. Uning yuzini qorong'ulik yopib turardi. Lekin ovozi meni larzaga soldi. Bu Javlon emasdi. U boshqa, ancha sokin va ancha sovuqqon odam edi. Siz kimsiz? Dedim men ovozim titrab. Odam bir qadam oldinga chiqdi. Yuziga derazadan tushgan xira nur urildi. Men uni ko'rib bir zum nafasimni yo'qotdim. Bu Kamron edi. Yuragim og'zimga kelib qoldi. Siz? Dedim men hayratdan. U boshini biroz egdi. Ha. Men, dedi u. Sizni bu yerga men chaqirdim. Men indamay qoldim. Ichimdagi xavf sezgisi bir zumda ishlay boshladi. Nega? Deb so'radim men. Kamron yonidagi stulga suyanib turdi, chunki sizga haqiqatni shu yerda aytish kerak edi. Men ko'zlarimni qisdim. Siz ham ular bilan birgasizmi? Dedim men qattiqroq ohangda. U sekin bosh chayqadi. Yo'q. Men ulardan ham yomonroq joyda bo'lganman. Men jim qoldim. U cho'ntagidan eski rasm chiqardi. Rasmda yosh ayol va bir erkak bor edi. Ayolning yuzi menga tanish tuyuldi. Men uni bir lahza tanimagandim. Keyin yuragim hapriqdi. Bu onam edi. Bu nima? Deb so'radim men. Kamron rasmni sekin ko'rsatdi. Bu sizning onangiz. Va bu sizning otangizning oxirgi ishchilaridan biri bo'lgan odam. Men rasmga tikilib qoldim. Siz nima demoqchisiz? Dedim men qattiq ovozda. Kamron bir nafas oldi. Javlon sizning hayotingizga tasodifan kirib kelmagan. Sizning oilangiz bilan bog'liq eski bir hisob-kitob bor. Sizning otangiz o'sha paytda kompaniyada bitta loyiha ustida ishlagan. Lekin keyin hamma narsa yo'qolgan. Men ko'zimni katta ochdim. Qanday loyiha? Deb so'radim men. U ko'zini derazaga qaratdi. Men hamma narsani bilmayman. Lekin sizning ota-onangiz o'limidan oldin bir nechta hujjatni yashirgan. O'sha hujjatlar hozir kimning qo'lida bo'lsa, u kompaniyani ham, oilangizni ham boshqarishga urinmoqda. Men bir soniya sukut saqladim.
Bu gaplar miyada aylanayotgandi. Demak, faqat pul emas. Bu juda eski, juda chuqur sir edi. Nega buni menga endi aytyapsiz? Dedim men. Kamronning yuzi jiddiylashdi, chunki men ham kech angladim. Va chunki sizni o'ldirishga buyruq bergan odam endi yolg'iz emas. Men yelkamni qisdim. Xona birdan sovuqlashgandek bo'ldi. Kim? Deb so'radim men. U bir necha soniya sukut saqladi. Keyin juda sekin javob berdi. Sizning amakivachchangiz deb kirgan odam. U aslida sizning oilangiz bilan aloqador emas. U boshqa tomondan yuborilgan. Men qotib qoldim. Demak, u ham yolg'onchi. Dedim men. Kamron bosh irg'adi. Hamma narsa yolg'on bilan boshlangan. Sizga qilingan nikoh ham, uydagi hujjatlar ham, hattoki baxtli hayot ham. Men bo'g'zimga tiqilib qolgan nafratni zo'rg'a yutdim. Shu payt koridorda qadam tovushlari eshitildi. Kamron birdan jim bo'ldi. Men deraza tomonga qaradim. Tashqarida qorong'u hovli. Uzoqda qo'riqchi chiroqlari yonib o'chardi. Eshikning narigi tomonidan bir ayolning ovozi eshitildi. U yerda kim bor? Men hayrat bilan Kamronga qaradim. Bu xona bo'sh bo'lishi kerak edi, dedi u sovuq ohangda. Keyin orqaga burildi. Eshik tutqichi sekin buraldi. Men yuragimni ushlab turdim. Lekin eshik ochilmadi. Kimdir tashqarida to'xtab qolgan edi. Keyin yana o'sha qog'ozdan tushgan qo'rquv qaytdi. Kimdir bizni kuzatayotgan edi. Kamron telefonini olib tezda bir raqam terdi. Hozir kel, dedi u past ovozda. Men uni topdim. Men uni kimga aytayotganini bilmasdim. Lekin bir soniyadan keyin men tushundim. Bu xonaga meni chaqirgan odam Kamronning o'zi bo'lishi mumkin. Yoki u mening tarafimda turgan yagona odam ham bo'lmasligi mumkin. Men sekin orqaga chekildim. Xonaning burchagidagi stol ustida kichik metal kalit yaltirab turardi. Men shu kalitga tikilib qoldim. Bu qog'oz, bu xona, bu qo'ng'iroq. Hammasi meni bir joyga boshlardi. Va men bir narsani aniq bildim. Hozir chiqmasam, bu sirning ichida yo'qolib ketaman. Men kalitga qarab bir lahza ikkilanib qoldim. Keyin ichimdagi qo'rquvni bosib, uni sekin oldim. Metal sovuq edi. Xuddi shu xona ichidagi havo kabi. Kamron menga keskin qaradi. Shoshilma, dedi u past ovozda. Hozir eshikdan chiqmasang, ular seni ko'rib qoladi. Men qog'ozni yana bir bor esladim. 3 qavatdagi bo'sh xona degan yozuv. Bu yerda haqiqat bor edi. Yoki yana bir tuzoq. Men kalitni kaftimda qisib oldim. Siz kim tomondasiz? Deb so'radim men sekin. Kamron bir soniya jim turdi. Keyin javob berdi. Hozircha faqat o'zim tomondaman. Bu javob meni yanada xavotirga soldi. Tashqaridan qadam tovushlari yaqinlashdi. Ular to'xtadi. Eshik tutqichi yana asta qimirladiki, men nafasimni ichimga yutib oldim. So'ng birdan koridor bo'ylab bir ayolning keskin ovozi eshitildi. Kim bu xonani ochdi? Javlonning ismi tilga olinmagani holda ham men bu ovozda buyruq va tahdidni sezdim. Kamron deraza tomonga ishora qildi. Endi chiqamiz, dedi u. Lekin jim. Men uning orqasidan turdim. U oynaga yaqinlashib qorong'i hovliga qaradi. Pastda 2 kishi yurardi. Biri qo'lida chiroq tutgan. Ikkinchisi esa telefon orqali gaplashayotgandek edi. Kamron past ovozda dedi. Bittasi sizni bu yerda saqlashga mas'ul. Ikkinchisi esa xabar tashuvchi. Men uning yuziga tikildim. Demak, ular hali ham mendan foydalanishyaptimi? Kamron bosh irg'adi. Ha. Va ular sizni faqat guvoh deb bilishmaydi. Ular sizni kalit deb bilishadi. Men o'zimni zo'rg'a bosdim. Qaysi kalit? Dedim men. U javob bermadi. Eshik yana qattiq taqilladi. Och, dedi tashqaridagi ovoz. Kamron tezda xonaning burchagidagi devor paneliga qo'l tekkizdi. Panel biroz siljidi. Ichkarida tor xizmat yo'lagi ko'rindi. Men hayratdan qotib qoldim. Siz buni oldindan bilardingiz, dedim men. Kamron bir lahza ko'zini olib qochdi. Men bu binoda ko'p narsani bilaman. Lekin hammasini emas. Shoshiling. Men oldinga o'tib yo'lakka kirdim. U juda tor edi. Devorlari sovuq, havosi chang aralash.
Orqamda Kamron panelni yopa boshladi. Shu payt xonadan eshikning buzilib ochilgani eshitildi. Keyin bir erkakning g'azabli ovozi, u shu yerda bo'lishi kerak edi. Men qadamlarimni tezlashtirdim. Tor yo'lak zinaga olib chiqardi. Yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga chalkash hidlar kelardi. Bir necha soniyadan keyin men yana bir eshik oldiga chiqdim. Kamron kalitni olib tutqichga tiqdi. Eshik ochildi. Bu yoqilgan yoritgichlar bilan to'la kichik servis xonasi edi. Ichkarida eski supurgi, qutilar va bir nechta dori javonlari turardi. Deraza juda kichkina edi. Lekin u tashqariga chiqardi. Kim buni qurdi? Deb pichirlab so'radim men. Kamron yelkasini qisdi. Bu binoda sirlar ko'p. Men ko'p yillar oldin ularning biri bilan ishlaganman. Men uning so'zidan ko'proq narsa sezdim. U ham ichkaridagi tizimni bir paytlar bilgan. Balki unga yordam bergan ham. Va endi pushaymon bo'lib yurardi. Bu fikrni o'ylashga ulgurmadim. Tashqaridan politsiya sirenasiga o'xshash uzoq shovqin eshitildi. Kamron deraza oynasini ochdi. Pastda odam yo'q. Lekin sakrash baland, dedi u. Men sizni tutib turaman. Men derazaga qaradim. Pastda beton maydon, yonida yengil o'tlar. 3 qavat past edi. Men qila olmayman, dedim men. U menga tikildi. Qila olasiz. Siz allaqachon imkonsiz narsani qilgansiz. Tirik qolgansiz. Shu so'zdan keyin men bir lahza kuch topdim. Deraza qirrasidan ushladim. Pastga qaradim. Boshim aylanardi. Lekin men sakradim. Kamron qo'limdan ushlab tushirdi, zarbani yengillatdi. Yerga urilganimda oyog'im achishib ketdi. Ammo men turib oldim. Orqamdan u ham tushdi. Yuqorida xizmat xonasi oynasi ochiq qoldi. Kimdir bizni ko'rib qolgandek qichqirdi, ular pastga tushdi. Men yugurdim. Maydonning narigi tarafida qorong'i bog' va beton devor bor edi. Devor ortida esa katta yo'lga chiqish mumkin edi. Men o'sha tomonga otildim. Kamron esa orqamdan kelardi. Birdan yuqoridan chiroq nuri tushdi. To'xta, deb qichqirdi kimdir. Men to'xtamadim. Oyoqlarim og'risa ham yurishda davom etdim. Devorga yaqinlashdim. Shu payt orqamda tanish bir ovoz eshitildi. Malika, men seni topdim. Men yuragim muzlaganini his qildim. Bu Javlon edi. U yo'lakdan tushib kelayotgan edi. Ko'zlari g'azabdan yongan. U meni hali ham o'z mulki deb bilardi. Men devorga qarab o'zimni tortdim. Kamron qadam tashlab Javlon bilan men orasiga kirdi. Sen kech qolding, dedi Kamron sovuq ohangda. Javlon kuldi. Ammo bu kulgi ichida vahima bor edi. Sen o'zingni qahramon deb o'ylayapsanmi? Dedi u. Bu qiz baribir menga qaytadi. Men titrab ketdim. Javlonning yuzida avvalgi soxta muloyimlikdan asar ham qolmagan. U endi ochiq yirtqich edi. Shu payt koridorning boshqa uchidan qora etik kiygan odam paydo bo'ldi. Uning qo'lida telefon, yuzida bezoftalik. U Javlonga bir narsa dedi. Men eshitmadim, lekin Javlonning yuzi bir zumda o'zgardi. U telefonga qarab qattiq tishlarini siqdi. Nima deding? Deb baqirdi u. Qora etik kiygan odam javob bermadi. Faqat orqaga chekindi. Men shu lahzada tushundim. Ular bir-birini sotgan edi. Bu men uchun eng yaxshi imkoniyat edi. Men devor yonidagi metal tayoqni ko'rib qoldim. Uni oldim. Qo'llarim qaltirardi. Lekin men endi qochib yashashni emas, zarba berishni tanlagandim. Men Javlon tomon bir qadam tashladim. Sening o'yining tugadi, dedi men titroq, ammo aniq ovozda. Javlon menga qarab kulimsiradi. Yo'q, dedi u sekin, hozirgina boshlanmoqda. Shu payt orqadan yana bir ovoz keldi. To'xtanglar. Bu politsiya edi. Sirena ovozi yaqinlashib kelardi. Javlon yuzini o'zgartirib bir zumda orqaga chekindi. Qora etik kiygan odam esa qorong'ilikka singib ketgandek bo'ldi. Men metal tayoqni mahkam ushlab devorga suyandim. Endi ular qochayotgan edi. Lekin men ularning yuzlarini ko'rdim. Va men bilardim. Bu hali yakun emas. Bu faqat birinchi ochiq urush edi. Politsiya sirenasi yaqinlashgani sari hamma narsa bir zumda o'zgarib ketdi.
Javlon orqaga chekindi. Qora etik kiygan odam esa qorong'ilik tomonga sirg'alib yo'qoldi. Men esa qo'limdagi metall tayoqni mahkam ushlab devorga suyanib qoldim. Yuragim shunchalik tez urardiki, go'yo ko'kragimni yorib chiqib ketadigandek edi. Kamron yonimga yaqinlashdi. "Hozir ketishimiz kerak", dedi u shoshilinch ohangda. "Politsiya ularni ushlaydi, lekin ular seni ko'rmasdan oldin chiqib ketishga harakat qiladi." Men bosh irg'adim. Oyoqlarim og'ir, lekin miyam nihoyatda uyg'oq edi. Men bu yerdan bir marta qochgan edim. Endi ikkinchi marta qochishga emas, bor haqiqatni ushlashga tayyor edim. Kamron meni hovlining narigi chetiga olib bordi. Devor yonida tor metall eshik bor edi. U kalitni chiqarib sekin ochdi. "Bu chiqish yo'li", dedi u. "Faqat bir martalik." Men unga bir zum qaradim. "Siz bularning hammasini oldindan bilardingiz, shundaymi?" deb so'radim men. U javob bermadi. Faqat ko'zini olib qochdi. Bu jimlikning o'zi ko'p narsani aytib turardi. Men xiyonatni yana bir marta ko'rgandek bo'ldim. Lekin bu safar Kamron ham dushman bo'lishi mumkin edi. Shunga qaramay boshqa yo'l yo'q edi. Biz tor yo'lakdan chiqib orqa ko'chaga tushdik. U yer bo'sh edi. Faqat eski devorlar, nam asfalt va uzoqda miltillagan chiroqlar. Kamron meni naridagi oq mashina tomon yetakladi. "Kimnidir kutyapmizmi?" deb so'radim men shubha bilan. U sekin bosh irg'adi. "Ha. Ammo bu safar ular seni emas, men olib kelgan dalillarni kutishyapti." Men bir lahza jim qoldim. Demak, u hali ham bir qadam oldinda yurayotgan edi. Mashina yoniga borgach, u yon eshikni ochdi. Ichkarida qalin papkalar, yozib olingan disklar va bir nechta telefonlar bor edi. Men hayratdan qotib qoldim. "Bular nima?" dedim men. Kamron qisqa javob berdi. "Javlonning telefonidan chiqqan nusxalar. Kompaniya pul o'tkazmalari, shifoxona qo'ng'iroqlari va sizga qarshi yozilgan reja." Men papkalarga qaradim. Bu endi his emas, bu haqiqiy urush hujjatlari edi. Kamron rulga o'tirdi. "Ketamiz", dedi u. "Bu yerda qolish xavfli." Men mashinaga o'tirdim. Avtomobil harakatlana boshlagach orqamga qaradim. Kasalxona binosining yuqori qavatida chiroqlar yonib turardi. Deraza ortida soyalar yugurardi. Men bilardim. Ular meni yo'qotganini hali qabul qilishmagan. Yo'l bo'ylab ketarkanmiz, Kamron jim edi. Men ham sukut saqladim. Bir necha daqiqadan keyin u gap boshladi. "Siz endi faqat o'zingizni emas, onangiz va otangizning ishini ham himoya qilishingiz kerak", dedi u. Men boshimni burdim. "Nega siz bu ishga aralashgansiz?" dedim men. U uzoq vaqt javob bermadi. So'ng xira chiroq ostida yuziga tushgan soyani ko'rib, uning ko'zida eski alam borligini payqadim. "Chunki men bir vaqtlar shu kompaniyada ishlaganman", dedi u nihoyat, "va men sizning otangizga oxirgi marta yordam berolmaganman." Men qotib qoldim. "Siz otamni tanirdingiz", dedim men. U bosh irg'adi. "Juda yaxshi tanir edim. Va u meni bir sirni saqlashga majbur qilgan." Men yuragim siqilganini his qildim. Yana bir sir. Yana bir yo'qolgan haqiqat. "Qaysi sir?" deb so'radim men. Kamron rulga tikilib javob berdi. "Sizning ota-onangiz oddiy avtohalokatda o'lmagan." Men nafasimni ushlab qoldim. Mashina ichidagi havo bir zumda muzlab ketgandek bo'ldi. "Nima dedingiz?" dedim men zo'rg'a. U boshini qimirlatdi. "Haqiqat shunday bo'lsa kerak. Lekin men hali hammasini ayta olmayman. Chunki buning ortida juda katta odam turadi." Men ko'zimni yumib oldim. Demak, bu faqat meros uchun qilingan nikoh emas edi. Bu oilamga qarshi ancha oldin boshlangan urush edi. Mashina shahar chetidagi eski omborlar tomon burildi. Kamron uni bo'sh maydon yoniga to'xtatdi. "Bu yerda tushamiz", dedi u. "Bizga tinchroq joy kerak." Men ehtiyotkorlik bilan tushdim. Eski ombor ichkari tomondan yopiq edi. Lekin Kamron yon eshikni ochib meni ichkariga boshladi. Ichkarida chang, eski yog'och va temir hidi urildi. Devorlari baland, derazalari singan, polida yillar yig'gan chang yotardi. Burchakda bir stol, ustida eski lampochka, yonida esa videoregistratorga o'xshash qurilma turardi. "Bu yer xavfsiz", dedi u. "Hech kim bu yerni tekshirmaydi.
Men atrofga qaradim. Xavfsiz degani hali ham menga ishonch bermasdi. Ayniqsa bu odamning har bir harakatida yashirin narsa sezilib turganida. Kamron stol ustidagi qurilmani yoqdi. Ekranda bir nechta yozuvlar paydo bo'ldi. Meni dahshat bosdi. Ularda javlonning ovozi, qora etik kiygan odamning nomi va yana bir notanish erkakning so'zlari bor edi. Janob deb atalmish sirli odamning ovozi ham yozuvda chiqib ketdi. Men yozuvni tinglar ekanman, bu odamning ovozi menga tanishdek bo'lib tuyuldi. U shunchalik sokin, shunchalik sovuqqon ediki, butun vujudim titrab ketdi. Yozuvlarda ular meni qanday yo'q qilish kerakligi haqida gaplashayotgan edi. Men ko'zimga yosh oldim. Bu endi shubha emas edi. Bu aniq dalil edi. Buni qayerdan oldingiz? Deb so'radim men ovozim siniq holda. Kamron bir lahza sukut saqladi. Men aytganimdek. Men ular bilan ko'p yillar bo'lganman. Men hammasini erta yoki kech ko'rardim. Faqat dalil yig'ishni kutdim. Men uni qattiq qaram bo'lib eshitdim. Siz ham bir paytlar ularning odamimi? Dedim men. U bu savoldan qochmadi. Ha, dedi u juda past ovozda, lekin endi yo'q. Men ko'zimni yumdim. Demak, men yana bir xiyonatchi bilan yuzma-yuz edim. Ammo bu xiyonatning ichida tavba ham bor edi. Shu payt ombor tashqarisidan mashina tovushi eshitildi. Ikkovimiz birdan jim bo'ldik. Kamron derazadan qaradi va yuzi o'zgardi. Ular bizni topdi, dedi u. Men sovuq terga botdim. Kim? Deb so'radim men. U asta javob berdi, javlon emas. Undan yuqoriroq odam. Men nafasimni ichimga yutdim. Eshik tashqarisidan metallga urilgan zarba eshitildi. Keyin yana bir bor. Men qo'limga tashlab qo'yilgan tayoqni oldim. Yuragim bo'lsa ham, endi men yugurayotgan qurbon emasdim. Men haqiqatga qarshi turgan ayol edim. Va men shu omborda nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha sirli janobning nomini bilib olishga qasam ichdim. Eshik tashqarisidagi zarbalar yana kuchaydi. Metallning temirga urilishi ombor ichida g'uvillab aks sado berdi. Men qo'limdagi tayoqni qattiqroq qisdim. Kamron menga ishora qildi. Orqa tomonga o'ting, dedi u shoshilib. Men ularni biroz ushlab turaman. Men bir lahza ikkilanib qoldim. Sizga ishonishim kerakmi? Deb so'radim men. U ko'zlarimga tikildi. Hozir bunga vaqt yo'q. Men javob bermadim. Chunki haqiqat shunday edi. Vaqt yo'q edi. Biz chang bosgan stol ortidagi tor yo'lakka o'tdik. U yerda eski temir zinaga o'xshash yo'lak pastga tushardi. Pastdan sovuq havo urib turardi. Xuddi yer ostida yana bir yashirin xona bor edi. Men zinadan sekin tushdim. Orqamda Kamron eshik tomon yugurdi. Tashqarida kimdir baqirayotgan edi. Ammo so'zlar aniq eshitilmasdi. Faqat buyruq va g'azabning tovushi bor edi. Men zinaning oxiriga yetdim. U yerda kichik tor xona ochildi. Devorlarida namlik, burchakda eski raflar, ustida esa chang bosgan qutilar turardi. Men bir quti yonida to'xtadim. Qopqog'ini ochdim. Ichida qog'ozlar, eski daftarlar va bir nechta suratlar bor edi. Suratlardan birida otam turardi. Uning yonida esa men tanimagan, ammo juda sovuq chehrali odam bor edi. Men nafasimni ushlab qoldim. Bu surat ostida qo'l yozuvi bilan bitta sana yozilgan edi. Va undan keyin bitta ism. Men ismni ovozsiz o'qidim. Sobir. Shu payt Kamron pastdan chaqirdi. Siz nimani topdingiz? Men suratni ko'tarib oldim. Bu odam kim? Dedim men. Kamron xonaga tushib kelarkan, suratga bir qarab qotib qoldi. Uning yuzi oqarib ketdi. Uni men ham bilganman, dedi u sekin, lekin uning bu ishga qaytganini bilmasdim. Men hayratdan qotdim. Qaytgan, dedim men. U og'ir nafas oldi. Sobir bir vaqtlar kompaniyada xavfsizlik bo'limida ishlagan. Keyin g'oyib bo'lgan. Men suratdagi odamga tikildim. Bu oddiy xodimga o'xshamasdi. Uning ko'zida buyruq beradigan odamning nigohi bor edi. U javlonning ustida turadigan odammi? Deb so'radim men. Kamron boshini qimirlatdi. Balki undan ham yuqori. Shu lahzada yuqoridan oyoq tovushlari eshitildi. Kimdir narigi xona ustida yurardi. Men yugurib zinaga qaradim. Ular bu yerga tushdi, dedim men past ovozda.
Kamron darhol qutilar orasidagi bir plastinkani surib, yashirin tugmani bosdi. Devorning bir qismi ochilib, yana tor yo'lak paydo bo'ldi. Bu yerda yana chiqish bor, dedi u. Ammo u juda tor. Men suratni qo'limdan qo'ymadim. Siz buni qayerdan bilasiz? deb so'radim men shubha bilan. U ko'zini olib qochdi. Men bu omborni bilaman. Chunki bir vaqtlar ular bilan shu yerda uchrashganman. Men yuragimni siqib oldim. Yana bir sir. Yana bir qadam. Men orqamdan qadam tovushlari yaqinlashayotganini eshitdim. Endi yashirishning foydasi yo'q edi. Men Kamron ortidan tor yo'lakka kirdim. U yoritgichni yoqdi. Yo'lak devorlari nam, polida eski kabel va siniq taxtalar yotardi. U bizni omborning orqa tomoniga olib chiqdi. Tashqarida esa yomg'irdan qolgan loyli maydon ko'rinardi. Uzoqda yana mashina to'xtagan edi. Men mashina yonida turgan odamning siluetini ko'rdim. U uzun palto kiygan, qo'lini cho'ntagiga tiqib turgan edi. Uni aniq ko'ra olmadim. Lekin shu qiyofa yuragimni muzlatdi. Kamron ham uni ko'rib qoldi. "Bu", dedi u xira ovozda. "Sobir." Men qotib qoldim. Nihoyat sirli odamning soyasi yuzaga chiqayotgan edi. U sekin biz tomonga burildi. Yuzini qorong'u yashirgan bo'lsa ham, uning xotirjamligi tahdidga to'la edi. Xuddi bu joyga egalik qilgandek, "Siz meni juda qiziqtirib qo'ydingiz", dedi u past, aniq ovozda. "Qizim, yana yashirinib yuribsanmi?" Men ko'zimni katta ochdim. Bu ovoz menga tanishdek tuyuldi. Xuddi bolaligimdagi uzoq eshitilgan ovozga o'xshardi. Lekin men eslolmadim. "Siz kimsiz?" dedim men ovozim titrab. Erkak sekin bir qadam oldinga chiqdi. Ko'kragida eski uzuk yaltiradi. U boshini ko'tardi. Va men uning yuzini ko'rib, ichimda nimadir uzilib tushganini his qildim. Men uni bilardim. Men uni tanimasligim kerak edi. Lekin tanirdim. Chunki bu odam bir paytlar oilamiz atrofida ko'p bo'lgan. Otam bilan ishlagan. Onamni ham bir necha marta ko'rgan. Men sekin orqaga chekildim. "Siz", deb pichirlab yubordim men. U jilmaydi. "Nihoyat eslading", dedi u. Men esa shu lahzada tushundim. Sobir oddiy ism emas edi. Bu mening oilamni ichidan yemirgan odamning haqiqiy yuzi edi. Sobir degan ism ichimda allaqachon ko'milgan xotirani tiriltirgandek bo'ldi. Men uni ko'rgan onimdayoq yuragim muzlab ketdi. U esa xuddi shu lahzani kutib turgandek sokin jilmayib turardi. Kamron orqaga bir qadam tashladi. "Siz uni bilasizmi?" dedim men zo'rg'a. Sobir boshini yengil egdi. "Men seni bolaligingdan bilaman, Malika." Bu so'z meni larzaga soldi. "Siz mening ismimni qayerdan bilasiz?" dedim men. U xuddi oddiy savol eshitgandek bemalol javob berdi. "Chunki men bu oilaga hamma narsadan oldin kirganman. Otangning yonida yurganman. Onangning jim ko'zlarida ham meni ko'rgan bo'lsang kerak." Men bir zum nafasimni yo'qotdim. U otamni, onamni bilgan. Demak, bu begona emas edi. Bu ichkaridan urgan pichoq edi. Kamron qattiq ovozda so'radi. "Siz nima qilyapsiz bu yerda?" Sobir sal kuldi. "Men uzoq vaqt kutdim", dedi u. "Va nihoyat hamma narsa o'z joyiga tushmoqda." Men ko'zimni qisib qaradim. "Siz javlonni yuborgan sizmisiz?" dedim men. Sobir javob berishdan oldin bir soniya jim qoldi. Keyin sekin bosh irg'adi. "Javlon o'z ixtiyori bilan keldi. Men unga faqat yo'l ko'rsatdim." Bu javob meni qaqshatdi. Men bilgan hamma narsa yana bir marta vayron bo'ldi. Demak, javlon ham alohida yirtqich emas. U faqat buyruqni bajargan odam edi. "Nega?" dedim men ovozim titrab. "Nega meni yo'q qilishga urindingiz?" Sobir ko'zlarini menga tikdi. "Chunki sening oilangda saqlangan narsa hali ham ochilmagan." Men yuragimni ushlab qoldim. "Qaysi narsa?" deb so'radim men. U qo'lidagi kichik metall uzukni aylantirdi. "Sizning otangiz kompaniya ichida maxfiy hisobni topgan. Bu hisob juda katta pulga va juda katta sirga bog'liq edi. U menga topshirishi kerak edi. Lekin keyin o'lishdi." Men bir soniya jim bo'ldim. "Otam o'ldirilganmi?" dedim men. Sobir ko'zini qilt etmay javob berdi. "Ha. Va sizning onangiz ham tasodifan emas.
Men ichimda bir narsaning singanini his qildim. Kasalxona zali, yomg'irli hovli, shprits, qochish. Hammasi birdan boshqa ma'noga ega bo'la boshladi. Bu yerda faqat meros emas, oilaviy qirg'in bor edi. Kamron ehtiyotkor qadam bilan oldinga chiqdi. Sizningcha, biz sizga ishonamizmi? Dedi u. Sobir unga sovuq qarab qo'ydi. Ishonishingiz shart emas. Faqat eshiting. U cho'ntagidan kichik qizil disk chiqardi. Bu yerda hammasi bor. Kompaniyadagi yashirin transferlar, o'sha kechadagi yozuvlar va meni qo'llab-quvvatlagan odamning ismi. Men diskka tikilib qoldim. Sizni kim qo'llab-quvvatlagan? Dedim men. Sobir asta kuldi. Javlon emas. U faqat qo'rqqan. Asl odam siz o'ylaganingizdan ham yaqinroq. Men bu gapni eshitib muzlab qoldim. Yaqinroq degani nimani anglatardi? Birdan uning telefoni jiringladi. U ekraniga qaradi va yuzi o'zgardi. Kechikding, dedi u kimdadir gaplashayotgandek. Keyin bizga qaradi. Ular yetib kelishdi. Men orqamga qaradim. Omborning narigi tomonida ikkita mashina farasi yonib qoldi. Yorug'lik chang bosgan havoni kesib o'tdi. Shu payt politsiya sirenasi yana yangradi. Men hech narsani tushunmadim. Sobir esa birinchi marta asabiylashdi. Ular meni ham sotishdi, dedi u tishlarini g'ijirlatib. Men qo'llarimni musht qildim. Kim? Dedim men. Sobir javob bermadi. Uning yuzida nihoyat qo'rquv paydo bo'ldi. Xuddi u ham men kabi o'fga tushgan odamdek edi. Kamron tezda qo'limdagi diskka qaradi. Biz buni olib chiqishimiz kerak, dedi u. Hozir. Sobir birdan orqaga chekindi. Yo'q, dedi u qattiq. Bu disk men bilan ketadi. Men uni qo'ydirmayman. Shu lahzada men hammasini angladim. Sobir kelgan, haqiqatni ochgan, lekin uni ham faqat o'z manfaati uchun olib kelgan bo'lishi mumkin edi. Men orqa qadam tashladim. Siz ham meni ishlatyapsizmi? Dedim men. U javob bermadi. Shunchaki menga tikildi. Bu sukutning o'zi yetarli edi. U ham o'yin ichida edi. Ombor tashqarisidan erkaklarning qattiq ovozi eshitildi. Ichkarida hech kim chiqmasin. Kamron men tomonga burildi. Qaror qiling, dedi u tezda. Hozir kimga ishonasiz? Men nafasimni ushlab qoldim. Sobir bir tomonda, Kamron ikkinchi tomonda va tashqarida noma'lum odamlar. Men endi bilardim. Bu urushda hech kim sof emas. Lekin men bir narsani tushunib yetdim. Men o'zimga ishonishim kerak edi. Men diskka qaradim. Keyin Kamronga, keyin Sobirga va nihoyat orqadagi qorong'i eshikka. Qochish yo'li shu yerda edi. Men to'satdan diskni Kamron tomon uloqtirdim. U qo'li bilan ushladi. Shu soniyada Sobir esa mashina tomonga yugurdi. Men esa boshqa tomonga, omborning orqa eshigiga otildim. Ortimdan qichqiriqlar eshitildi. To'xta, deb baqirdi kimdir. Lekin men to'xtamadim. Eshikni ochdim va tashqariga chiqdim. Sovuq tun havosi yuzimga urildi. Oldimda loyli maydon, narida esa qalin daraxtzor. Men daraxtlar tomonga yugurdim. Orqamda mashina eshiklari qarsillab ochildi. Og'ir qadamlar yaqinlashdi. Men qochayotganimda faqat bitta narsani o'yladim. Bu safar men faqat tirik qolmayman. Men ularni birma-bir fosh qilaman va hammasining boshida kim turganini topaman. Shu payt men daraxtlar orasidan qo'limda chiroq tutgan tanish bir siluetni ko'rdim. U menga qarab turardi. Men yuragimni ushlab qotib qoldim. Chunki bu odamni ko'rganimda men bir narsani aniq bildim. Haqiqiy xiyonat hali ham oldinda edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Momoni hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.